Instagramda juda ko'p aylanayotgan bu tovushchi ilojini topdik. To'g'ri biz ovozlar bilan ishlamaymiz, oddiygina ustachilik qilamiz, plastmas sohasida ishlaymiz. Lekin o'sha Laurel deb eshitayotganlar uchun biz Yeni so'zini o'sha audio zvuk o'zidan chiqarib bera oldik. Mana buni eshitsanglar bo'ladi. Boshida originalni qo'yamiz, keyin esa qanaqa qilib o'zgartirganimizni ham qo'yib boramiz. Laurel, 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 Laurel. Bu audioni kimdir Laurel, kimdir esa Yeni, Yeni, Yeni. Laurel so'zini eshitayotganlar uchun Yeni so'zini chiqarib bera oldik deb o'ylayman. Endi kimdir eshityapti, uni ham kimdir eshitmayapti. Agarda sizlar qolgan anaqalarni ham topsanglar, ya'ni Yeni so'zini eshitayotganlar uchun Laurel so'zini qilib bera olsanglar, unda o'zingizlar ham bitta video qilib chiqarib qo'yinglar. Ular ham eshitsin endi Laurel so'zini.